2025-yil 20-oktyabr. Qozog'iston chegaradan o'tdim. Xudo xolasa mana O'zbekiston Qozog'iston chegarasigacha 1760 kilometr ekan. Sekin sarsandimni olib ketyapman mana. Pritsep bor orqada. Pritseplar rasxod ko'payib ketadi-da. Tonggi manzara. O'zimizni vodiylarda bunaqa ko'rinmaydi. Cho'lda ko'rinadi mana bulutlar. Quyosh, o'zi ham quyosh bir haftadan beri bugun ko'ramiz xudo xolasa. Rossiyada yomg'irda keldik. Quyosh umuman ko'rinmadi. Manzara go'zal. Buni jonli ko'rsangiz yana ham bu videoda endi beramiz bu atmosfera deb qo'yadi. Mana haqiqiy atmosfera majoladi. Mana bu ranglarda chaplanib ketgan o'ttaligi biroq chizgandek. Shunaqa ketyapmiz.